Assalomu alaykum, mana xurmo bozori. Xurmo daraxtlarining ichidagi bozor. Bular siz hayron qoladigan darajada bular hammasi o'zbek tilida gapira oladi. Bu mana qarang hozir o'zbek tilida javob beradi. Bu qancha deding 1 kilosi? 20 real. Arzon 15 real. Oxir. 5 kilo olsam qay 10 real. 5 kilo olaman. Oxir haji. Sistem oxir 15. 10 yo'q. Ha, uchi u. Buni 20. Buni nomi qanaqa bunisi? Ha, ko'ryapsizmi? Butun ko'rinishi hammasi arab, o'zbek tilida xuddi bizdek gapiradi. Men biznesni o'rgangan. Mana har xil nimalar. Xudo sizlarga ham nasib qilsin. Nasib qiladi, xudo xolasi, yaxshi niyat qiling. Korobkalarda bor. Assalomu alaykum. Qanchadan sotyapsan kilosini? 70. Ha, ko'rdingmi, u ham biladi. 70 bunaqasi. Har qaysi alohida o'rab qo'yilgan. 70 ga qiyin, hali 15 mingga ham beraman dedi-ku. Buni berdi, endi bunaqa nimalar o'zimizda ham ko'p. Choylar har xil. Kichkinagina bozorda ekan. Bu nima ekan? Bulaka ekan. Qani? Ha, zaytunmi bu? Zaytun yog'imi? Ha, zaytun yog'imi? Shunaqami? Ha, zaytun yog'i ekan. Ham bu konfet shokoladni o'zimizda ham qilyapti. Bu nimaga o'zbekcha biladi bular? Hammasini qarang-da mana hozir. Asosan o'zbeklar bozorda. Ular endi boshqa mamlakatdan kelganlar nimalar kamroq. Ne ekan? Bu nima bu? Xurmo bizga xurmo. Xurmoga o'xshamayapti-ku. Ha, xurmoni konfet qilib o'raymiz. Ikkalamiz ham bilmaymiz nima ekanligini. Ha, bular bizni asosan bu yerda xurmo qiziqtiradi. Endi bechora xurmoni har xil ko'yga solishgan shekilli. Bu shaftoli qoqiga o'xshayapti. Ya xurmoni shunaqa quritganmikan? Bu xurmo. Har xil, xilma-xil. Har xil nimalarda. Bu nima? Buni qarang, o'zbekcha javob beradi. O'zbek pulini ham olyapti. O'zbek pulini olyaptimi so'mni? Bu nima? Bu nima uka? 12 real. O'zbekcha tushunadi. Shunaqa shovqin shuni boshlantirib yubordi. Ana hammalaringizga nasib qilsin. Nisbatan arzon. Men Madina magazindan so'ragan paytda bu ancha qimmatroq edi. Buni qanchadan sotyapsan? Oyka. Ajoyib. Kilosi qancha? Hozir 25. 25. 15 ga berasanmi? 15. 15. Ha, ko'rdingizmi? Mo'lyat bor o'zbekcha biladi. Biznes, haqiqiy biznes.
kerak bo'ldi o'rganib olgan hammasi. Hali omon bo'ldi, hammalaringiz nasib qilsin. Mana shunaqa kelib, Madinada sayr qilib, Xurmo bog'iga kelib, mana shunaqa savdolar qilib yurish hammalaringizga nasib qilsin. Amin.